Assalomu alaykum obunachilarim. Bugun sizlar bilan shunaqangi shirin bo'lgan shirinni tayyorlashni o'rganamiz. Bizga margarin kerak bo'ladi. Margarinni eritib olamiz. 250 gram margarin va 2 ta tuxum. Yaxshi buni chayib turib, un qo'shishni boshlaymiz. Un qo'shib, aralashtirib, orqasidan lazzatli tuz solamiz. Quruq narsalarni har doim quruq narsalar bilan birga aralashtiramiz. Hech qachon suv narsa qo'shmaymiz. Ayniqsa ko'pirtiradiganni, ishiradiganni dro'j bilan razrxajilda har doim unga aralashtiramiz. Shuni unutmanglar. Razrxajilda mana unga qo'shib aralashtirib olyapman. O'rtacha xamir bo'ladi, ja qattiq ham bo'lib ketmaydi va yumshoq ham bo'lib ketmaydi. O'rtacha xamir qilamiz. Qaranglar, mana konsistensiyasiga e'tibor beringlar. Judayam chiroyli, yumshoq bo'ladi. Hazarni eng oliysidan ishlatganinglar yaxshi. Eng yaxshisidan, chunki margaringa sifati yaxshi emas bo'lsa, uni eritganlarda suvi ajralib chiqib qoladi. Sifati yaxshidan ishlatsanglar, judayam mazasi zo'r bo'ladi va xamirga ham yaxshi aralashadi. Mana buni tindirgani olib qo'yamiz, ya'ni xolodilnikka, morozinnikka qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz yaxshi bo'lib muzlab oladi. Qattiq bo'lib qatigandan keyin shunaqa list ustiga pergament solib, qirg'ichda kattaroq oyog'idan chiqarishni boshlaymiz. Mana ko'rishlar mumkin, xamirni muzlatib olsanglar, judayam yaxshi chiqadi. Mana qaranglar, oz-ozdan qilib, oralarini ochib duxovkaga solamiz. Mana bir pasda 5 minutda qizarib chiqadi, oshga ko'p turib ketmasin, kuyib ketadi. Va bunga iriskani olib, yoki varyonli suvishonka ham bo'laveradi. Ya'ni qovurilgan sut. Mana buni men kichkina stakanchalarga qildim. Siz xohlasangiz kattaroqga qilishingiz mumkin. Albatta qilishdan oldin idishkichini suvlab olamiz. Mana hammasi tayyor bo'ldi. Men uyimda bor narsalardan ustini bezab qo'ydim. Siz o'zingizni tabiatga qarab xohlasangiz shokolad qilsangiz ham bo'ladi. Judayam chiroyli va mazali.